Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın ve Dünya Uyghur Kurultayı İcraiya Komiteti'nin reisi Ruşen Abbas Hanım aldınqı hafta Amerika Devlet İşleri ve Meksika'nın Tijuana şehrideki Amerika konsulxonasının o'rinlashtirishi bilan Meksikada Uyghur irqiy qirg'inchiligini anglitishni mazmun qilgan bir yurish faoliyatlarini elib bordi. And they using the Uyghur forced laborers to their supply chains. Those companies are not only making us complicit with this genocide, but they are making us enablers of this genocide. Meksika'nın Baja California Avtonom Üniversiteti ve Meksika'nın Tijuana şehrideki Amerika konsulxonasi tarafidan o'tkazilgan ta'sir kuchning kesishmasi nomli yig'inga Amerika Devlet İşleri Ministerligining rayonlik iqtisod ve siyosiy ishlari amaldori Mark Nibors riyosatchilik qildi. Siyosiyonlar, diplomatlar, tadqiqotchilar, mutaxassislar, o'quvchi va o'qituvchilardan bo'lib 300 dan ortiq kishi qatnashgan bu yig'inda Ruşen Abbas xonim Uyg'ur majburiy amgiki va Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini o'ttirg'i qo'ydi. Yig'inga Amerikaning Meksikadagi bosh konsuli Christopher Tial, Amerika Emgak Ministerligining Xalqaro Emgak ishlari idorasi elchisi Mauricio Cortes ve Meksika'nın tamojna qoidalariga rioya qilish mulozimat ta'minlaguvchisi Sandra Maldonado qatorliq muhim shaxslar qatnashib so'z qildi. Yig'inning yerlik emgak amaliyatining dunyoviy oqibati nomli muhokama bo'limida so'z qilgan Ruşen Abbas xonim Uyg'ur majburiy emgakining dunyoviy ta'minlash zanjiriga singib kirish ahvoli, Xitoyning Uyg'ur majburiy amgiki bilan ishlab chiqarilgan mollarining xalqaro bozorni bulg'ayotganligi, hadisi Gulshan Abbasning adolatsiz qamoq jazosiga uchraganligi qatorliq bir yurish masalalar orqali Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni bayon qilib o'tdi. Bu faoliyat jarayonida Tijuana şehrdeki Amerika konsulxonasi ve Tijuana Medeniyet Merkezi'nin sahipxonligida Ruşen Abbas xonimning Hadamni izlash nomli hujjatlik filmi qo'yilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish siyosatlari tafsili tunishtirildi. Undan boshqa Ruşen xonim Kaliforniya Universitetining San Diego maktabida xalqaro siyosat va iqtisod fakultetlarining o'quvchi va o'qituvchilariga doklad berdi. Meksika Davlatlik Emgak va Ko'chmanlar Ministerligidagi amaldorlar bilan uchrashib, unumli suhbatlar elib bordi. A politician to stand up against this atrocity, all you have to do is have a heart and have a conscience. Ruşen Abbas xonimning bu qitimqi Meksika safari matbuotlarning kuchli diqqatini tortdi. U axborot sohasining maxsus ziyoratlarini qabul qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda davom qildirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining abdi bashirisini echib tashladi. Around the world, they don't know what China is capable of. They don't know what China is doing to the Uyghurs. So when I see that, it actually confirms the importance of me traveling around the world, speak to people, educate them, raising awareness so they know that fighting against the Chinese government's long black arm is a fight between right and the wrong and good and the evil.